Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga Zodyondan 7 xonali bitta katta hovli topib qo'ydik. Hozir buni obzorini qilamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ketdik. Gaz, suv, svetdan vobshe muammosi yo'q ekan bitta. Darvozasini qo'ygan chiroyli qilib mana. 3 ta 4 ta mashinaga ham joyi bor, xudo xolasa. Bu tomonda mehmonxona bu tomonida ham mehmonxona bor ekan. Podvallari bor. Qaranglar, отдельно qo'yishgan hovli tomonini. U tomonda chorvachilik bilan o'sha yoki chorva qilaman desalar ham mana. Joyda qaranglar, to'rt burchak, 19 sotiq ekan. 19 sotiq. Pullarini xudo xolsa telefon qilsa, kelishib chiroyli qilib beramiz deyapti. Lekin mahallasi zo'r, o'sha masjidga где-то 300-400 metr kirganingizda tayyor meva kirgan daraxtlar ham bor ekan. To'rt burchak keyinchalik nariyoqqa uy qilib bersangiz, o'zingiz bolalaringizga ham. Hozirlarga uylarini hammasini ko'rsatolmaymiz. Oilaviy o'tirishibdi ekan, o'shanga bir ikkitasini shunday qisqacha ko'rsatib qo'yamiz. Metga keling. Aboylarni qilib chiroyli holatga olib kelib qo'yishgan. Olgan odam xullas mazza qiladi. Qaranglar, chiroyli, hamma yog'i shinamgina. Mikrofonlarni qo'yib qo'yishgan. Bu tomonni ham bitta olaylik, operator Azizbek. Hamma uylari o'sha zamonaviy qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Mana aboylar qilib yaqinda remontdan chiqqan, hech qanaqa даже nimalarni nuqson yoki bir ko'chgan joylarni ko'rganim yo'q. Olgan odam mazza qiladi. O'sha uy, hovli qidirib yurganlarga shunday jo'natib qo'yinglar. Mana zeleniy zonalari ham bor. Necha nima qilsangiz, yana o'zingiz uchun. Suv ham bor mana, tushyapti. Hurmatli obunachilar, hech kim aytganiga sotmagan, sota olmaydi ham. Har doim aytaman. Pastda raqamlar qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqib, baraka qilishlar mumkin. Egalari yaxshi insonlar. O'sha chiroyli qilib, xudo xolasa beradi. Kim olsa ham, xudo xolasa nasib qilsin, yaxshi, fayzli xonadon ekan, o'zim lichni ko'rib yoqdi uy. Hammalarga tavsiya qilib qo'yamiz. Jo'natib yuborish esdan chiqmasin. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin.